Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'lom yuribsizlarmi? Xudo xolosa bugungi videomiz oldi-sotdi masalasini boshladi. O'shda ko'rib turgan dokumentalniy 14 sotik bo'lgan joyimiz sotiladi. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida bo'ladi. Bu yon tarafdan kelsangiz yurtdoshlar, sizlar Beruniy ko'chasidan to'g'ri ketib kelaverasizlar. Avtovokzalning to'g'risindagi ko'cha bo'ladi. Xorozli ko'chasi desa hamma biladi yurtdoshlar. Shu Xorozli ko'chasidan to'g'ri o'tib kelinaveradi. Kelinishda asal tamom bo'ladi. Tamom bo'lgandan keyin o'ng giriladi. Birinchi ko'chadan chapga tupik joy bo'ladi yurtdoshlar. Shu tupik ko'chadagi eng so'nggi joy bo'ladi. Guliston to'g'ri bo'ladi yurtdoshlar. Xudo xolasa birma-bir obzor etib beraman. Baholardan videomizni oxirida aytaman. Sizlarga ko'rib kuzatib ushbu videomizni yaqinda joy olaman degan do'stlarimizga layklarni bosib turib tashlab qo'yaverasizlar. Xudo xolasa barcha yurtdoshlarimizga shunday katta keng xonadonlarda yashash nasib etsin. Xudo xolasa syomkalarimizni boshimiz bilasizlar suvdan, gazdan, svetdan beriladi, umuman muammo bo'lmaydi. Bu yon tarafda oqar suvlar ham keladi. Kendi tarafini yurtdoshlar bilasizlar zeka shahrining beri. Hozir ichana giramizdan birma-bir sizlarga tushuntirib beraman. Sizlarga ko'rib boraverasizlar yurtdoshlar. Yurtdoshlarimiz bu yon tarafda ikki etaj bo'ladi, bu yon tarafda bir etaj. Ko'rganlaringizdek konditsionerlar, hamma narsalar bor. Yaxshisidan eshiklarni o'rnatib qo'yibdilar xudo xolasa. Ichani tushirib bo'lgandan keyin sirt taraflarini ham sizlarga birma-bir ko'rsatib beraman. Xudo xolasa bismillah giramiz. Giraverish qismimiz yurtdoshlar. Xudo xolasa akkuratniy bo'lib turibdi. Xo'p, og'amiz aytdi, 1-2 mebellar, televizorlar dedi, bitovoy texnikalar, gilamlar, pardalar qoladi dedi. O'zingiz kelishib olaverasizlar xudo xolasa yana. Mebellarni ko'rib turibsizlar yana. Rakvinalarni yurtdoshlar xudo xolasa did bilan zo'ratib, chiroylatib qo'yilibdi. Xo'p, o'ng bo'lsin deb o'ng tarafdan boshlaymiz yurtdoshlar. Bu yon tarafimizda bir dana spalniy xonamiz bo'ladi ekan do'stlar. Yana bir spalniy xonasini shu mebellar bilan ham tashlab ketaveraman dedi do'stlar. Yana. Xo'p, endi bu yon tarafga o'tamiz. To'g'rimizda kattakon zalimiz bo'ladi do'stlar. Yana ko'rib turgan bo'lsanglar, shu parda, sardalar, hamma narsalar qoladi dedi do'stlar. Yana ko'rganlaringiz xudo xolasa bu yerni mehmonxona etib qo'ysanglar ham bo'ladi. Barcha yurtdoshlarimizga shunday fayzli xonadonlarda yashash nasib etsin deymiz. Bizlar ham nasib etsin deylar. Oyamasdan layklarni bosib qo'yaverasizlar yurtdoshlar. Yana ko'rib turganlaringizdek. Xo'p desang yurtdoshlar, bu yon tarafda ham bir aristonlari, bu yon taraf sanuzel qismi bo'ladi ekan yurtdoshlar. Yana yurtdoshlar, bu yon tarafdan bir qat joyi bor ekan. Bu yon tarafda yana aytib o'tganimning sanuzellar yurtdoshlar, unitas hamma narsasi bor, akkuratniy bo'lib turibdi xudo xolasa yana. Xo'p. Endilikda xo'p desanglar ikkinchi etajga chiqamizdan keyin pastga tushib, bu yon tarafni polniy obzor etib beraman. Bu yon taraf ikkinchi etaj xudo xolasa yana do'stlar. Yana. Xo'p. Yana. Bu yon taraf shu yo'lga qarab turibdi yana. Ramlar ham, deraza ramlar ham akvadan xudo xolasa, moshniy. Xo'p, chap tarafimizda ham bir yana spalniy xonamiz bor yana. Ko'rib turganlaringizdek. Eshiklar ham yaxshi, MDF eshiklar yana. Xo'p, o'ng tarafimizda yana bir kattakon zalimiz bor qaranglar, yana xo'shroqligina. Gap yo'q xudo xolasa. Bemalol dehqonchilik bilan shug'ullansanglar bo'ladi. Otislar ham katta bo'ladi, otislarni ham ko'rsataman sizlarga. Bu yon tarafda yana bir xonasi bor. Shu ikkinchi etajida 3 dana xonasi bo'ladi. Hamda yana do'stlar, bu yonda balkon yana. Balkon. Ko'rib turgan bo'lsanglar. Yana barcha yurtdoshlarimizga shunday katta xonadonlarda yashash nasib etsin deymiz. Bemalol shunday kattakon oilalar xarid qilsam, bemalol yashayveradilar xudo xolasa. Endilikda aşağı tushimizdan bu yon tarafni polniy sizlarga obzor etib beraman do'stlar. Mana. Endilikda to'g'riga o'tamiz. Beri ham giraverish qismimiz yurtdoshlar. Bu ham ayvoni bo'ladi. Ayvon ham kenggina do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek. Konditsioner, boshqa narsalar, xudo xolasa hamma narsa qoladi yana. Bu yon taraf kladovkasi bo'ladi ekan yurtdoshlar. Ko'rib turganlaringizdek. Shu kerak-kerak narsalarni qo'yib qo'yibdilar. Bu yon taraf kladovkasi. Endilikda kuxniy tarafga o'tamiz hamda orqa yon taraflarini ham polniy sizlarga ko'rsatib, obzor etib beraman. Endilikda kuxniy tarafga qarab o'tamiz yurtdoshlar. Sizlar ko'rib kuzatib boraverasizlar.
Yine bir yan taraf kuxnyamız bo'ladi. Kotelon kuxnyamızda joylashgan bo'ladi yine. Ko'rib turolmasanlar. Endilikda arka yan tarafini o'tamiz. Bismillah. Bir yan arka yan tarafı bo'ladi do'stlar. Arka yan taraf ham kengina. Elde tarafına akarsuv keladi. Bu yerda esa shu nasozlari bor ekan, nasozga torttirib, shu otsan suvarib o'tirib bo'lar ekan do'stlar. Yine ko'rib turolmasanlar. Xudo xolasa kengina. Bu yan tarafdan ham ellilari bilan ko'rsataman. Bu arka yan tarafı bo'ladi. Bemalol beri mol boqsanlar ham bo'ladi, qo'y boqsanlar ham bo'ladi, dehqonchilik bilan shug'ullansanlar ham bo'ladi. Beri bilasizlar, yerlari yaxshi bo'ladi. No eksanglar ko'karib ketaveradi. Bu yanda yana mevali daraxtlarimiz ham har xillaridan mayna do'stlar. Bu yan taraf hojatxonasi bo'ladi ekan. Bu yerda qo'y qo'zlarni ham boqsanlar bo'ladi, kengina. Короче, aytsam yurtdoshlar ham горячий точки shaharning ichi ham xohlasanlar shunda dehqonchilik bilan ham shug'ullansanglar bo'ladi sizlarga. Dim удобный bo'ladi yana. Bu yan uyimizni bu yan tarafdan ko'rinishini do'stlar. Barcha yurtdoshlarimizga shunday fayzli xonadonlarda yashash nasib qilsin deymiz. Endilikda bu yan tarafidan pulni ko'rsataman. Ertang shu to'y-po'y bo'ladi, yaxshi kunlaringiz bo'ladi. Shunday vaqtida odam ko'p bo'ladi, bu yan taraf o'joq bo'ladi, boshqa bemalol uy odamni bemalol chaqirib bilasizlar yurtdoshlar, xudo xolasa. To'y tomoshalaringizdan kengina bo'lib turadi. Bu yan tarafina navis, bemalol bera mashinalarni ham gezib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yan tarafda tandiringiz ham bor, yine yurtdoshlar. Ko'rib turolmasanglar. Bu yan taraf madizakash arka. Bu yan tarafini zekash bo'ladi yurtdoshlar. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, lekin zekashda hech qanday ispis yo'q. Nima desanglar? O'rdaklar yurtdina siz yeb. Yine. Do'stlar, bemalol o'rdak g'oz boqsanglar ham bo'ladi. Bu ben ko'cha bo'ladi yana do'stlar. Ko'rib turganlaringizni. Gap yo'q. Xudo xolasa, jida deysizlarmi, hamma mevalar bor ekan. Bu yon taraf ham xo'shray bog' ekan do'stlar, yana ko'rib turolmasanlar. Gap yo'q. Endilikda eng mazali yerga keldik yurtdoshlar. Bahosini kelsak, ushbu fayzli xonadonimizga 130 ming gök aytılib turibdi yurtdoshlar. Ko'rib turibsizlar, 2 etaj bo'ladi. Bog'larni ham ko'rib turibsizlar, xudo xolasa. 130 ming aytilgani bilan aytilgan baho sotilmaydi, qaytib kelishib beriladi. Xudo xolasa ekranlarda joy egasi nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefonlashib, savdolashib, o'zlaringiz ham bemalol kelib turib ko'rsanglar bo'ladi. Sizlarga shunday yangilikni yetkazib boshqa davom etamiz. Kanalimizga yangi bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz. Yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.